Ayni City kanali taqdim etadi. Qichqirishini bas qil. Yukimura, senga aytmadimmi? Bugun maktab festivalining hisobotini topshirishni oxirgi muddati. Lekin prezident buni ustida ishlash uchun juda ham ko'p fayllar bor. Aksariyat klublar va ishtirokchilar endigina o'z takliflarini berishdi. Yana keldimi? Boshqa qila olmayman. O'ylaymanki boshqa tanlov yo'q. Mayli, hammasini o'zim hal qilaman. Prezident! Qani bir ko'ray, biroz surilib tur. Buram chiroyliki, вообще seksi. Men chegaramga deyarli yetdim. Juda ahmoqona shovqin eshitilyapti. U yerda nima bo'lyapti? Xo'sh, bunga bir qara. Biroz sekinlashtirchi. bu o'sha tuzatib bo'lmaydigan ahmoqlar to'dasi. Demak, yo'qligimda ular ahmoqona ish qilishar ekanda. Ularga gaplarimni yetkaz. Ularni kaltaklashga boraman. Buni to'g'ri ayta olmaysiz-a? Ularni kaltaklashga boraman. Bu biroz hayajonli, shunday emasmi? Bu yerga qachon kelding? Xodimlar xonasiga kirmasliging kerak. Lekin eshik ochiq ekan. Qanday beparvolik. Yaramas. Yana keldingmi? O'sayqon. Savatdan nima bor? Men bir nechta narsalarni olib keldim. Himoyalanish uskunalari. So'nggi paytlarda cosplay kafesi xodimlarini birozgina bezovta qilishyapti. Shu uchun ular o'zlarini himoya qilishlari kerak deb o'yladim. Ammo menimcha birortamiz ham bunday mijozga duch kelmaymiz. Lekin har ehtimolga qarshi bularni olib qo'yish kerak, Misachan. Mana ol. Buni birinchi navbatda boshqa qizlarga berishingiz kerak. Qolganini men olaman. Aslida men bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, kuchli bo'lganim uchun hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaysanmi? Bu to'g'ri. Misachan, sen Aikido bilan shug'ullanasan, shunday emasmi? Ha. Qolaversa, ilgari ham men bilan bunday narsa yuz bermagan. Agar taqibchi paydo bo'lsa, uni o'zim bir amallayman. Sen juda ham ishonchlisan, Misachan. Kafeda o'tirishning birinchi tajribasi. Taqib qilish hodisalari. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, ular faqatgina cosplaychilarga hujum qilishayotgan ekan. Qanday jur'at etishar ekan? Misachan bilan hammasi yaxshi bo'larmikan? To'g'ri aytasan. Jin ursin, agar Misachanga biron narsa bo'lsa-chi. Yaxshi, biz Misachanni himoya qilish rejasini tuzamiz. Va Misachan o'zi ham juda ham kuchli. Axir Aikidoni o'rganadi va u bizdan ham kuchliroq. Xavotirlanishga hojat yo'q. Yaxshi, bugun yana o'sha yerga boramiz. Misachan uchun boramiz. Bir qultum qahva uchun jannatga kiramiz. Prezident, iltimos xotirjam bo'ling. Kengash xonasida uyatsiz narsalarni ko'rib o'tirgan bolalarning hammasi shu yerdamidi? Ha, boshqa qilmaymiz. Kechiring, prezident. Talabalar kengash xonasida ahmoqlik qilgandan ko'ra darsga kirib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Yaxshi xonim, yaxshi ish. Bu yerda nima qilyapsan? Unga nima bo'lgan? Aqldan o'zib qoldimi? Meni maqtagandek ko'rsatma, ahmoq usoy.
Yaxshi, va nihoyat maktab tugadi. Yahu! Ikon senda qancha bor? 20 yen, sendachi? Menda 80 yen, sendachi? Menda 15 yen bor. Va demak, ularni hammasini qo'shganda qancha bo'ladi? Xo'sh, ko'ramiz. Jami 115 yen. Demak qahva ichishga pulimiz yetmas ekanda. Demak, to'g'ri uyga qaytamiz. Jin ursin. Hammasi tayyor. Prezident, sizga katta rahmat. Yukimura, mehnating uchun katta rahmat. Juda kech bo'ldi. Rostdanam. Men shunday qilishim kerak. Bojoyib ketyapti. Sakura. Nima? Misaki, uyga ketyapsanmi? Uyga vazifasini maktabda bajardingmi? Lekin nega? Negadir maktabda diqqatni jamlash osonroq. Kechasi ko'chada nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shu uchun uyga kech bormasliging kerak. Bo'pti. Misaki, sen xuddi onamga o'xshaysan. Kutib turganing uchun tashakkur. Xayr. U rostdan ham buni jiddiy qabul qilmaydi. Ko'chada nimaga duch kelishingni hech qachon bilmaysan. Shu uchun o'zing ham kech qolmasliging kerak. Nega meni kuzatib yuribsan o'zi? Ishga borasanmi? Meni kuzatma. Xush kelibsiz, xo'jayin. Men keldim. Xo'jayin, iltimos bu yoqqa o'tiring. Yaxshi. Unga e'tibor bermayman. Hozir boshqasini olib kelaman, xo'jayin. Katta rahmat, Misachan. Men ketdim. Yaxshi ishlading. Menejer bugun kechikdi-ya. Mahalliy do'kon egalari uchun yig'ilishda ekan. Ishlab turishimiz kerak. Nega aynan bugun? Nima bo'ldi, Erika? Qayergadir shoshyapsanmi? Topshiriqlarim yig'ilib qolgan. Ular ertaga kelishi kerak. Nima qilaman? Ularni tugata olmayman. Sen ham shoshyapsanmi, Subaru? Xo'sh, ishtirok etishim kerak bo'lgan yana yarim kunlik ishim bor. O'zingni ko'p urintirib qo'yapsan-ku, Hammasini o'zim qilaman. Ikkingiz ketishingiz mumkin. Men hisobotni tayyorlash uchun shu yerda qolaman. Ishonching komilmi, Misachan? Ha, menga ishonishingiz mumkin. Rostdan ham bizni qutqarding, lekin biroz xavotirdaman. Bu yerda yolg'iz qolasan-ku, Misachan. So'nggi paytlarda juda dahshatli voqealar bo'lyapti, shunday emasmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar rostdan ham g'alati odam uchrasa, uni o'zim yo'q qilaman. Rostdan ham yaxshimisan? Ha. Unda biz senga ishonamiz. Qarzdormiz. Eshiklarni hammasini qulfladim. Bu menejer aytgan o'sha stalker. Bu yigit kuchli ekan. Nima qilmoqchi eding, Usoy? Stalkerga taqlid.
Menimcha seni kaltaklashim kerak. Meni kaltaklaysanmi? Duk 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 duk. Bilasanmi, Usoy, agar buni boshqa qiz bilan sinab ko'rganingda aniq sudga tusharding. Bilasanmi, sen hali orqa eshikni qulflaganing yo'q. Prezident, siz hushyor bo'lishingiz kerak. Kuchli bo'lganingiz uchun hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayapsiz. Lekin bu qiz bola ekanligingni o'zgartirmaydi. Qo'yvor. Menga nima qilishni o'rgatma. Bu yana qanday ogohlantirish bo'ldi? Men qiz bola ekanligimni bilaman. Yo'qol. Ko'rishguncha. Buni umuman tushunmayapti. Judayam chiroyli tortlar ekan. Bularni qayerdan oldingiz? Bular qimmat emasmi, opa? Menejerimiz bugun ish chiqib ketib qolganda, u menga sovg'a sifatida kuttirganim uchun uzr Misachan. Bu senga uzr sifatida sovg'a va shunday bo'ldi. Ammo o'sha la'natli Usoy, nega u doim menga past nazar bilan qaraydi o'zi? Bu onam uchun, bu esa nonushta uchun. Buni bitta yeymiz. Bunisi chiroyli ekan. Qiziq, u bularni qayerdan oldi ekan? Qaysi birini yeyishga ham hayronman. So'zini, istaganingni ye. Ularning hammasi mazali. Ha, biz ham choy ichishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Men olib qo'ygan noyob choy to'plami bor edi. Hozir ko'raman. Ha, rahmat. Hoy, biron joyga kirib o'tamizmi? Qila olmayman, pulim yo'q. Menda ham pul sal kamroq. Kuningiz xayrli o'tsin, xo'jayin. Xo'sh, buyurtma berishni istaysizmi? Menga mo'y omleti va bir piyola qahva. Hozir. Bugun tinch kun. Usoy esa yo'q. Demak, bugun kun yengil o'tadi. Kechirasiz, men buni bilmay ag'darib yubordim. Noqulaylik uchun kechirasiz. Jarohat olmadingizmi? Yo'q. Hozir uni tozalab olaman, xavotir olmang. Hozir yordam beraman. Bu xavfli. Ha. Buni bilgandim, Misachan ideal xizmatchi. Endi o'zimni tiyib tura olmayman. Men ham. Shahardagi kafelardan birida noma'lum shaxs o'smir qizga hujum qildi. Ushbu hodisa cosplay kafesi xodimi bilan yuz berdi. Jinoyatchini aytishi bo'yicha, u kafe yopilishini kutgan va hujum qilgan. Hoy, yaxshi yigit. Bo'sh vaqting bormi? Balki biroz dam olarmiz. Sen yosh ekansan. Balki maktabda o'qirsan-a? To'xtab tur. U hattoki qaramadi. Zerikarli. Xo'sh, tashqarini supurib bo'ldim. Menejerning kalitlari bo'lsa kerak. Birinchi navbatda xavfsizlik. 1 soat avval. Bugun kechqurun do'kon egalari bilan uchrashuv bor edi. Nega bu oy shunday bo'ldi-ya? O'zi ham rosa ko'p uchrashuvlar qilishyapti. O'zim ham to'yib ketdim. Va qiladigan hisob-kitobim ham bor. Rostdan ham bu odamni bezovta qiladi. Buni ustiga prezident ham bizni maskot qilib olish vaqti keldi deb aytdi. U bu tanib bo'lmaydigan jonzotni turist deb aytadi. Bu juda ham shovqinli edi. Muammolarimni kuylashim kerakmikan? Xullas nima bo'lsa ham, bugun seni do'konda yolg'iz qoldirishimga to'g'ri keladi. Tezroq qaytishga harakat qilaman, iltimos
kechir. Hammasi tugagach albatta senga sovg'a olib kelaman. Iltimos kechir. Hammasi yaxshi bo'ladi, menejer. Menimcha, tashvishga hech qanday hojat yo'q. Xo'sh, bu o'ylaganimdan ko'proq og'riqli ekan. Menejer. Menejer. Nima? Bu qulfni ochilgan ovozi emasmidi? To'g'ri qulflangan. Misa-chan. Biz orqa eshikni ochib kirdik. Qimirlama. Qo'lingni yuqoriga ko'tar. Men tugatdim, Misa-chan. Iltimos, o'tirib ol. Biz seni xafa qilmoqchi emasmiz. Bu to'g'ri. Bu yigitlar mijozlar edi. Misa-chan. Biz seni tushunamiz. Biz seni tarafingdamiz, Misa-chan. Axir sen ideal xizmatchisan. Biz seni doim kuzatdik. Jumladan boshqa yigitlar bilan gaplashgan vaqting ham. Aslida ular bilan gaplashishni istamagansan, shunday emasmi? Biz ulardan farq qilamiz. Biz haqiqiy Misa-chan qanday ekanligini bilamiz. Ovozingizni o'chiring, aldashning ham chegarasi bor. Meni haqiqiy kim ekanligimni bilasizmi? Qanday ahmoqona gaplar, meni haqimda hech narsani bilmaysiz. Yaramas ahmoqlar. Usoy, nima sen derazani sindirdingmi? Menejer qaytsa hushidan ketishi aniq. Buni sababi orqa eshik qulf edi. Boshqa tanlovim esa yo'q edi. Kechirasiz. Siz ikkingiz. Xo'sh, sizningcha u qanday ekan? Bu shunchaki menga qiziq. Xo'sh, u xizmatkor bo'lsa ham dominant bo'lishi mumkin. Shu uchun u bizni urishini istagandik va demak, mazoxistmisiz? Ha, men shundayman. Kechirasiz bolalar, lekin kech qoldingiz. Bu qiz meni xizmatkorim. Uni qarzga bera olmayman. Qachondan beri senga tegishli bo'lib qoldim. Xo'sh, qani ketdik. Shunchaki menimcha senga rahmat aytishim kerak. Shunaqa. Usoy. Rahmat. Misa
Misalchan, kuttirganim uchun uzr. O'soykun bilan birgamisan unda yaxshi. Xush kelibsiz, menejer. Menimcha ikkingiz band edingiz, to'g'rimi? Xalaqit berganim uchun uzr. Balki keyinroq kelganim yaxshi bo'larmidi? Xalaqit bermadimmi? Nimalar deyapsiz, menejer? Nima bo'ldi O'soy? Yuqorida nimadir bormi? Yo xudoyim. Bu dunyoda nimalar bo'ldi? Kechirasiz. Xo'sh, bilasizmi, menejer? Ertasi kuni. Xo'sh, sen umuman baqirmadingmi? Voy, menga yordam bering. Shunga o'xshash qizlar kabi. Yo'q, men ularga zarba berdim. Buni bilardim. Senga zarar yetmaganidan juda ham xursandmiz. Ammo iltimos boshqa bunday qilma. Sizlarni xavotirga solganim uchun kechirasiz. Ammo tashvishga hojat yo'q. Men avvalgidan-da kuchliroq bo'laman. Xo'sh, agar shunday desang, Misachan doim aytganini qiladi. Nega seni kuchliroq bo'lishing hammani qiziqtiradi? Xo'sh, bajarildi. Sen rasmingni fonimga qo'yib oldim. Bu o'tgan kundagi rasming. Qachon? Eng muhimi, buni kim rasmga oldi? Buni men qildim. Yoqimli narsalarni doim baham ko'rish kerak. Menejer doim shunday deydi. Menejer xotira kartasi tugaguncha seni rasmga oldi. Buni bilasanmi? Qani, bir ko'raychi, yana boshqalari ham bormi? Yoqimli. Qarama, O'soy. Menga buni nusxasini yuboring. Hoy. Menda bu rasmni yana bir nusxasi bor. Qazilishyapsanmi? Menga yubor. Voy, to'xtab tur. Hoy, to'xtang, buni qanday qilib o'zgartiraman endi? Uyatganimdan hattoki telefonimni ham ocholmayman-ku axir. Qanday o'zgartiraman? Buni senga aytmayman, shunday turgani ma'qul. Rasmni yubordim. To'xtating! Rasm keldi. Telegramdagi Ani pastki chiziqcha City pastki chiziqcha rasmiy kanal uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdim Maximus.俺メイドラテのポイントがたまったんだよ。通いすぎだろ、薄い。ミサちゃん一緒に写真撮ってね。それにはまず私にゲームで勝たないとな。会長、今度は弟子でも撮ったの？師匠とか呼ばれてるし。もう何が何だか。